Diqqat, so'nggi ogohlantirish. O'zbekistonda telefon ishlatadigan barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Bu videoni o'tkazib yubormang, o'zingizning va farzandlaringizning sog'lig'i uchun. O'ta muhim. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, telefonni ko'p tomosha qiladigan bolalar umrbod ko'zoynak taqishga mubtalo bo'lishi mumkin. Bolalarning ko'z soqasi 20 yoshgacha shakllanadi. Ko'z soqasining diametri o'rtacha 24 mm bo'lishi kerak. Telefon va televizorni yaqindan ko'rish natijasida ko'z soqasi zo'riqadi va kattaroq bo'lib shakllanadi va bola ko'zoynak taqishga mubtalo bo'ladi. Yosh bolalarga aslo telefon bermang. Ota-onalarga ushbu videorolikni tezda yuborib, ogohlantirib qo'ying. Hozirda bu holatlar ko'payib bormoqda va bolalar telefondan umuman boshini ko'tarishmaydi. Hurmatli ota-onalar, bolangizning sog'lig'iga bee'tibor bo'lmang. Albatta videorolik ostiga like bosib, ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga ham yuborib ogohlantirib qo'ying.